erkak kishini bilsang, omadi bu ayoli bo'ladi. Rustam. Ha, sen meni baxtimsan, kamolim. Navbatsaling. Endi Malika, sen o'zing hisob bersang bir boshqacha bo'ladi-da. Qani. Navbatdansan. Voh. Seni qo'lingdan ichgan navbat choy bu nima bo'ladi? Asaldan ham shirin bo'ladi, bilasanmi? Mana sen pishirgan nonni qarang. Buni hidini qara. Voy, mahallani narigi chekkasiga boradi mana shuni hidi. Sen pishirgan nonni yeb to'ymayman, ishonasanmi? Ha, dadasi? Yo'l bo'lsin. Xonim, peshin bo'lib qopti. Masjidga chiqib kela qolay. Dadasi, hali vaqt bor-ku. Issiqini choy damlab qo'ydim sizga. Shiringina ovqatlar qilib qo'ydim, yeb ketmaysizmi? Masjid yonida choyxona bor. O'sha yerda ichib ola qolaman. To'xtang siz. Ha? Sizga nima bo'lyapti? Nima qildi? Siz o'zgarib qolgansiz. Oldin ovqatlarimni yeb, maqtab, jonim, asalim, qo'ling shirin, nonlaring hidi mahallani yog'iga boradi deb maqtar edingiz. Umra safariga borib bir haqiqatni bildim. Nima haqiqat? Haqiqat shundaki, u joylarga borib kelgandan keyin yolg'on gapirib bo'lmas ekan. Nima?